Su canlıkları körgezmesi. Ben onu tayyorlab qo'yaman. Xo'sh. Hey, baya neymiş buldu? Ha? Cinşan silahını uyga tapşırık işligil baramda? Shundaq, men yangidan suv jonliqlarining rasmli kitobini setib olgandim. Shunga Jinshangni dengiz to'g'risida bil tadqiq qilaylik deb uyga taklif qildim. Hey. Unda qısalar bo'lmaydi, biz bilan birga topshiriq ishlang. Bizning uyda su canlıqlarini tunuşturadigan Ünalg'u lentisi bor. Rasmli kitobdan ko'p yaxshi. Jinshang bizning uyga bering. Tugashdi, Jinshang cho'qim uning uyiga boradi, tazimidir. Buni saqlig'in uzun bo'lgan tursa. Biroq Jinshang bu uyga kelishga qo'shilibdi-ku. Nemishqa ko'nglini yerim qilsa? Chunki ularning pozitsiyasi noyat qat'iy. Men degan hech nimani bilmaydigan qilib tursam, azaldan suv jonliqlarini ko'rib boqmagan. Dadamga desang, u seni opasli bo'ladi-ku. Biroq dadam har qadam opirdigan vaqtim yo'q deydi. Undaq bo'lsa opamga degin. Opam cho'qim herib o'lay deb qoldim. U yerga opag'idek vaqtim yo'q deydi. U hargiz opamaydi. Lekin ilgari sen imtihonda 100 numara olgan chaqda ulasini kino ko'rgil opiratdi-ku. U degan men tug'ilib olgan tunji qatimliq 100 numaram. Tapdim. Apam xo'sh bo'ldigan ishlarni qilsanglar bo'ladi. Topshirig'ini ishlab bo'lib, andan uyini tozla. Apamga sirtdan narsa kirib ber. Unda qila olishim mumkinmi? Ati yakshanba, boshqa ishim yo'q. Bu degan yaxshi fursat. Tashong, sirtqa chiqib mana narsa kirib paygina. Nima? Sen uylarni tozlayaptimisan? Pek yaxshi bo'pti. Men sizga narsa kirib beraman. Undaqda uyni tozlab bo'lgandan keyin bag'im balam. Hech yo'q, avval sizga narsa kirib beray. Bugun bunga nima bo'lgandi? Tuyuqsizlar ajab gap anglaydigan bo'lib ketibdi. Men qaytib keldim. Apam meni opirish qo'shildi. Agar dadamni qo'shilsa, bir oylik ishlar birga borgan bo'lardik. Endi faqat dadamning javobi qoldi-da. Dadam beshin lingsh deb bo'ladi desa yaxshi bo'ladi. Tamam yeyli. Bu beliq nimandaq tuzluq. Chunki u degan dengizdan tutgan beliq. Mayli dengizdan bo'lsin yoki daryodan bo'lsin, hammasidan beliq tutquli bo'ladi. Undaqda dengizdan tutgan beliq, tuzliq beliq, daryodan tutgan beliq, tuzsiz beliq bo'ladi ekan-da. Deganlaringning hammasi chaqchaqdi o'g'lim. Agar suv jonliqlar ko'rgazmasiga borgan bo'lsam, cho'qim bilalaydim. Shundaqmi, opa? Ha, shundaq. Agar dadamning vaqti bo'lsa, berib kelaylik. Yakshanba, qiladigan boshqa ishim yo'q. Hammamiz birga berib o'ynab kelaylik. Voy, bek yaxshi bo'ldi. Xayrli kech. Otang aytibdi-ku, tez tayyorlik qilay. Shodindam, tez o'rnidan tura. Tez bo'l, tayyorlik qilayli, tez bo'l. Men faqatla turg'im kelmayapti-da. Opa, xayrli sahar. Xayrli sahar. Damilish kunida mo shundaq sahar turibsan. Yangilik qilib. Xayrli sahar. Texi uxlay aytibdi-ku. Dada, o'rningizdan turing-a. Yakshanba uzoqroq uxla. Siz meni suv jonliqlar ko'rgazmasiga opirman degandingiz-ku. Keyin borsak u yana taqib yetadi. Hozir o'rnimdan turman. Sen menga gazet bilan tamoka kirib bergin. Bo'lamdi. Tozimi bir, dadamni o'rnidan turg'izmoq nimandaq tezdi. Tezroq bo'layli bo'lmas kechikib qolamiz. Mana dada. Darizlarni itib bo'ldim. Gaz o'chig'ini atdinglarmi? Tezroq mangayli, endi mangsak keyin qolamiz. Kechiringlar, sizlarni saqlab qo'ydim. Mangayli. Voy, kimni izlaysiz? Boshliq siz nada? Albatta qarshi olaman. Men sizni uyda saqlayman. Opsi, boshliq telefon qilibdi. Uning bilan ko'rishmagil uzun bo'pti. Yana borolmaydigan bo'ldik. Doim shundoq bo'ladi. Tozimi bir, bugun shundoq burun turgan to'q. Biroq dadam misildab meni suv jonliqlar ko'rgazmasiga opamidi. Bo'ldi, ochiqlanma. Biz uydan suv jonliqlari ko'rgazmasini ko'raylik. Suv jonliqlari gezi. Bu odatdagi gazton ekan-ku. Buning bilan suv jonliqlarini ko'ygil bo'lamda. Bu gazni aynakka chaslar dengizni ko'ygil bo'ladi. Voy, behqal tisgan. Rostla dengiz ostidagi jonliqlarni ko'ygil bo'ladi ekan. Bu haqiqiy dengiz ostining manzarasi. Bu totliq dengizning beliqlari-da, ha? Derizning sirti qandaqroqdi, qarab baqaychi. Gazni chashgan tarafida ko'rinadi. Ko'radigan aynak tos ko'rinamdi. Har qanday bo's bo'laverdi. Buni sinab baqay. Sizlar nima qilyapsizlar? Aynak qilayotgan narsa chashmanlar.
Bilemsizlar, aynak degan ayollarninki. Oy, bu qanday ish? Astagfirullah. Uning beshida chiroq borkan, cho'qim qorong'uda yashaydigan beli. O dengizning eng cho'nqir yerida yashaydi. Bu aynak chechib boqayli-ya. Uyda odam bormi? Ha, boytizning xon odam keldi. Görüşmegili uzun boptu. Qani, uyga marhamat. Qani, yerib ketgansiz. Qani, o'tiring. Tuyuqsiz kelib sizni avar qilib qo'ymagandiman yo'q apandim, ha? Yo'q, undaq ish yo'q. Ha, nimanda xalit rasm bu? Undaq emas, u Fuji tig'ining rasmi-ku. Fuji tig'i? Qani, ishchang. Tartinmang, ha? Rahmat. Sat bo'ldi. Qarang, stakanqa bir narsa borkan, qarang. Nima degan qo'rqinchliq. Qarag'anda uni baq qo'rqitib o'tgan o'xshaymiz. Suv jonliqlari ko'rgazmasini yaxshi ko'rmaydiganlarmi bor ekan deysa? Dam olish kunini qo'shish. Men bo'ldi nimaga tortsa? 4-oyning 27-kuni yakshanba, 29-kuni bo'lsa bahor bayrami, 5-oyning 3-kuni salomatlik asrash kuni, 4-kuni yakshanba, 5-kuni balla bayrami. Shunga dam olish qo'yib o'tadi. Shundaqchiq dam olish qo'yib o'tar ekan, bu yaxshi emasmi? Men deyman 4-oyning 28-kuni va 30-kuni, yana 5-oyning 1-kuni bilan 2-kuni dam olish kuni bo'lgan bo'lsa, biroq 9 kun dam oladi-da. Rost, to'g'ri deysan. Bir kuni maktabga berib, bir kuni bormasa, darslarni qandoqmi ko'ngil qo'yib o'rgangil bo'lsin. To'zimi bu? Mayli, dam olish qo'yib bersin yoki qo'yib bermasin, sen baribir ko'ngil qo'yib o'rganmaysan. Nim davatsan? Bundan keyin sana hargiz gap qilmayman. Meni kechirgin. Chaqchaq qilib qo'ydim. Xafa bo'lmag'in adashing. So'ng rostmi omol yo'qkin. Qarar chiqarish binosi. Bu narsani burun ishlatgan. Buni nima qilasan? Shodinda. Nimandoq imkonsing osta. Dam olish kunini davlat bekitadi. Tushundim. Dam olish kunining ismini yozib kirgizib qo'ysaqlar bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Biroq hozir masala qaysi bayram bilan dam olish kuni? Bo'ladi. Ko'pchilikka telefon qilib so'rab boqay. Ular qanday bayram o'tkazadiki? Ko'pchilik bayramning ismini o'ylashib bo'ldinglarmi? Shavfudan boshlaydi. Meniki eng moda xotir kuni. Eng moda xotir kuni? To'g'ri, men qaranglar, men odatda noit qimmat moda kiyimlarni kiyman. Sizlar noit azam baharlik kiyimlarni kiysizlar. Shunga bu kuni butun davlat bo'yicha hammaylar yaxshi kiyimlarni kiysin. Nimanda qamlashmagan xotir kuni bu? Men o'ylagan xotir kuni eng ahamiyatli xotir kuni. Xubodek yolg'iz kishilik naqshkashiligi xotir kuni. U kuni butun mamlakatga hamma odam meni naqshamni anglaydi. Nima? Ajibo, sizlarning fikringlar o'xshamamdi, ha? Yo'q. Bu haqiqatan yaxshi xotir kun ekan, to'g'rimi? To'g'ri. Jinshal, sizning qanday xotir kuni? Yaxshi do'stlar xotir kuni. Yaxshi do'stlar xotir kuni. Bu kunda saboqdoshlar o'zaro, cho'ng odamlar bilan kichik bolalar o'zaro sovg'a berishib, yaxshi do'st bo'lishadi. Bu yaxshi emasmi? Yaxshi do'stlar xotiri kuni. Ey toshum. Ey. Sen qanday xotir kuni o'ylading? Nega o'qib turib qolding? Men Jinshanning fikrini qo'llayman. Mustaqil fikring yo'qmi sening, ha? Ey, to'xtab turinglar. 1 2 3. Aslida 4 bayram bo'lsa bo'ladi, birisi kam bo'lib qoldi-ku hamdi. Hech qisi yo'q. Men bir bayram kunini o'ylab qo'ydim. Xotir kuni. Shodindan sen burni tayyorlab qo'yib ekansan-da. Mana hozir dalma-dal 4 bo'ldi, nim bo'lmoqchi edi. Qog'oz bog'ichlarni beringlar. Mana. Ichiga solay. Chatoq bo'ldi. Shodindan men kechikadigan bo'ldim. Dada, ishga bormamsiz? Nim deb jo'layotsan? Bugun degan dam olish kuni. To'g'ri. Shodindan bugun qanday bayram? Piraning xotiri kuni ekanda. Kechirgin, faqat birini olaladim. Bilgan bo'lsam tunugini ep qo'yatdim ekan. Oram bir talma. Baribir kunda birini yeysan-ku. Nemishqa bundaq bo'ldi, o'zim berib kelay.
Şu emasmi? Bek uzun saklab ketdim. Degandilik aka. Bu yerda nargis olamug'idakman. Chamini vat kela. Hey, mag'rur bo'laq beriga. Hey, mag'rur bo'laq beriga. Bayram kunida birani yemaydigan bo'ldim. Shu emasmi? Jinshoning vaqti yetdimi? Bu sizga. Keldi. Rahmat. Ne bundoq odam Demigideyman. Ket. Ulan sen. Ma'qul. Men cho'qim yonayman. Tez yur. Ate. Ya. Yaxshi, tez. Mish. Sen. Tuzlan. Baskın bakmam da. Yıkarırsın. Nima? Bundoq chiroy demay. Sen bu bola. Bilmənlər yaxşımsızlar. Naxşamni ko'ngil qo'yib anglashinglarni umid qilaman. Rahmat. Əmsi naxşamni boshlay. 1 2 3 Qulqum bo'lay deb qoldi. Nima degan qo'rqinchli ovoz bu? Chodingdan tez buni amal topsang-chu. Qaytadan bayram ismini yozib boshqa xotir kun bekitayli. Yaxshi do'stlar, xotir kun yana bir kun qo'shilsin. Bu qatim cho'qim sovg'atni Jinshanga beraman. Yana bir kun Pirani xotir kun qo'shayli. Yoki bo'lmasa eng moda xotir kuni bo'lsin. Men xududek O mashina bek sataydi ekan. Yurang ketaylik. Shuna qilaylik, ketaylik. Balalarning podshoyiman, xududek balalarning podshoyi. Bir odam qolmabdi bu. Mening yolg'iz kishiligimda bundoq bo'ldi. Nasıl köyge tepki bağlanıp sıra İsmi. Sen gelsen işini emelde duruytupsan. ben ondan ömedim. Beni şovdan ama bak. Kıpsıla. İmtihan berdiğen beriz. Dana. Endi bu ne? Biz köçtüde. Yukarıda qarak adamlar köçüp gelgendi. Ben qaytib geldim. Apa, uyumuzun qışığa kimden köçüp gelgenligini bilemsiz. Onun familiyasi Kirken. Ularning bolasi bormikan, o'g'ilmikan, qizmikan? Esimda qilishcha ularning bir o'g'li bor deyman. U bu yil oliy maktabga imtihon berdi. U davlatlik imtihonga qatnashdi deyman. Nima? U o'g'ilmikan? Texi oliy maktabga imtihon berdi ekan demsiz? Sen bek eskikensen gumbanda şu. Özün eski şodingda. Varang-churang qilmanglar bo'lamdi. O'g'lim oliy maktab imtihoniga tayyorlik qilyapti. G'ayrat qil! G'ayrat qil! G'ayrat qil! G'ayrat qil! G'ayrat qil! O'yinni yaxshi. Kechiring. Sat bo'ldi. O'g'lim oliy maktabga imtihon bermoqchi edi. Shuni o'rganish qilyapti. Kechiring. Men ularga deb qo'yay. Varang-churang qilmasin. Bizni bek varang-churang qildi demdi. Qo'shnimizmi? Ha, shundoq. U imtihonga qatnasa biz jimjit o'tiramdik. Tozimi bir. U ablag tozimi bir neri mijazga. To'g'ri, televizorni bundoq ko'rsa faqat qizig'i bo'lmaydi ekan. Bo'ldi, men ko'rmayman. Faqatli ko'rgim kelmadi. İmtihan bergan o'quvchimish odamga ovozliq tepib. To'g'ri deysan. Yönümüzge bundoq odamlar ko'chib kelmisi bo'p tutgan. Endi yuqori ovozni gap qilmaydigan bo'ldik.
Shuni deyman, imtihon beradigan odam o'tirsa, nimishqa bizning nasbasqudak? Ha? Nimandaq sesiq. Kechiring, rostilla kechiring. Ha, nima bizni? Apam hozir uningdan kechirim so'rayotdi. Usuruqimni olish oladigan undaq odamlarga bek ish bo'ldim. Shodingdan bir narsa chiqarib ularning advini bergan bo'lamdi. Ha? Yolg'iz gaz. Ha, yolg'iz gaz? Buni ishlatib baqsang andan berasan. Ha? Hech nimani anglayolmadim-ku. Shodingdan nega ketding? Shodingdan. Hey, u yo'qolib ketdi-ku. Shodingdan. Shodingdan nega ketding? Ushadim. Shundoq. Bu seni o'rla ovozni olmaysan. Hech qanday bilmaysan. Bu odam o'zini xohla bilan uni qabul qilayli. Yaxshi bu. Endi yo'qmay vaqt qalaydi. Diken. Samag'ach alnas. bilan karınız sen qo'yib kirib chiqsangiz diqqat qilib dars ekanman. Nafasingizni ben derginamid. Bala, meni eksaz etkanda. Bundan ben özüm ağır bo'ldi chiqba. Ma'qul, men ketay. Haras, men sal turib sirtqa chiqaman jumu. Tazımı bir bayatım bir tekrar qilganlarining hammasini unutib qoldim bu tazımı. Qaraganda uning kesili xeyli ig'ir ekan jumu. Yaxshi. Nemish bo'lgandi? To'yiqsiz shundoq jimib ketdi-ku. Qo'ligimdan chataq chiqmagandi, ha? Biroq bundaq bo'lganim yaxshi bo'ldi. Darslarimni ko'ngli qo'yib o'rganalaydigan bo'ldim. Yaxshi bo'ldi. Endi qo'rqmay borang turib o'ynalaydigan bo'ldi. Yana xalqini chiqaralaydigan bo'ldim. Bek xo'sh bo'lyapman. Mundaq chaqchaq qilib qo'ydim jumu. Rostili bek jimjit bo'lib ketdi. Kunda shundoq varang-shurang bo'ladigan. Bugun to'yiqsiz jimjit bo'lib ketsa dars o'rganmay qoldim-ku. Bo'ldilar, chiqib aylanib kiraychi. Bu ablahning nimadaq ishi jiqdi. Shuni deyman. Ish. Faqat kimga oldu menga bir model gördüm. Bu qandaq bir model bo'lishim emas. Adamı ketish bo'lsin. Taq bo'ldi. Odamni ko'rdim-ku. Ishangda bosh ketgan chataq bir model chataq bo'ldi. Tezroq uning badindagi gazni yalpi yutayli. Nemish bo'ldi? Nimandaq vaqtiraysan? Apa, atrofda ovoz anglanib tursa kayfiyatim yaxshi bo'lib qoladi ekan. Hozir kayfiyatim yaxshi bo'lib qoldi. Endi kayfiyatim yaxshi bo'lib qoldi, apa. Endi kayfiyatim yaxshi bo'lib qoldi. Mushundaq bo'lsa nima degani yaxshi? Qaraganda bu bola o'zgargan o'xshaydi. Bizmi qutuldik. Xotirjam o'ynayalaydigan yaxshi bo'ldi.